Bugun xalq qabulxonalari aholi murojaatlarining o'z vaqtida yechim topishida ishonchli mexanizmga aylanib ulgurdi. Surxondaryo viloyatida ham bu borada bir qancha ijobiy ishlar amalga oshirildi. Mavzuni muxbirimiz Sobit Qaynarov manzildan davom ettiradi. Termiz shahrining temir yo'lchi mahallasidagi mana bu ko'cha bir muddat oldin aholining og'riqli muammosi bo'lgan. Ko'chalar asfalt emas edi, loygarchilik edi. Ikki tomonda yomg'irlar yurtdaga kechib, toshlar ustida sakrab yurar edik. Termiz shahar hokimining prezident xalq qabulxonasida o'tkazgan qabulida fuqarolar aynan shu muammoni ilgari surishdi. Murojaat natijasiz qolmadi. Ko'cha asfalt qilinib, ko'p yillik masala yechim topdi. Xalq qabulxonasiga chiqdik. Shahar hokimiga murojaat qildik. Shular tashabbusi bilan mana asfalt bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Inson dardini eshitish va uning muammosiga yechim topish yangi O'zbekistonda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Prezident xalq qabulxonalari esa ana shu ezgu maqsadga xizmat qilayotgan muhim tizimga aylandi. Prezidentimizning 2026-yil 1-apreldagi farmoniga muvofiq hokimlarning xalq qabulxonalarida fuqarolarni muntazam qabul qilishi va muammolarni joyida hal etishi belgilangan. Bu amaliyot Termiz shahrida ham o'z samarasini bermoqda. 2026-yil 1-iyul holatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xalq qabulxonasi elektron tizimiga Termiz shahridan kelib tushgan jami 4034 ta murojaatlarning 3365 tasi yoki 83% ko'rib chiqilgan. 47% ijobiy hal etilgan. Bog'zor mahallasida yashovchi Gulchehra Giyasova bir necha yil avval 2 farzandi bilan yolg'iz qoladi. Birovdan yordam so'ramadi, o'z mehnatiga tayandi, ammo ta'mirtalab xonadonini yangilashga imkoni yetmasdi. Ham ota, ham ona doim o'zim endi to'g'risini aytsam alimentlarga bermay o'zim katta qildim. Xalq qabulxonasiga qilgan murojaatidan so'ng Termiz shahar hokimining qabulida uning masalasi ko'rib chiqildi va uyi to'liq ta'mirlandi. Foydasi bo'lmaydi o'ylagandim. Uni foydasi bo'ldi. Katta rahmat. Juda xursandman. Haqiqatan ham ayol nochor ahvolda. Boquvchisi yo'q, 2 ta farzandi bor. Undan tashqari uning sog'lig'ida ham muammo bor ekan. Ayollar daftarida ham, ijtimoiy reyestrda ham turmagan. Lekin ehtiyoj borasida deputatlarimiz bilan hamkorlikda bu ayolning o'zi xohlagandek uy ta'miri uchun harakat qildik. Darhaqiqat, hal etilgan har bir murojaat yurtdoshlarimizni davlatga, ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Inson qadri uchun degan ezgu g'oyaning hayotdagi amaliy ifodasini to'laroq namoyon etadi. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Surxondaryodan.